Xo'sh, keling hisoblab ko'ramiz. Hurmatli ota-onalar, uyinglar o'yinchoqlar bilan to'zib ketganman. Bu narsani o'zimdan yaxshi bilaman. Divan tagida yotadigan o'yinchoqlarga 1-1,5 million sarflayotganmiz. Logoped xizmatiga esa 2 millionga yaqin pul sarflayotganmiz. Razivashkalarga buning ichiga mentalniy arifmetika, angliyskiy, bolajonlarni rivojlantiradigan har xil mashg'ulotlar kiradi. Kamida 1-2 million sarflaymiz. Nyanya xizmati, oho, hozir eng qimmat xizmatlardan biri bu nyanya xizmati. 5 milliondan kamga ishlashmaydi. Endi esa 5 mahal ovqat. Voy, bu bolajonlarimiz uchun hech narsa ayamaymiz, lekin bu ham falon pul bo'lib ketadi. Eng qiyini bolajonlarimizni mustaqil hayotga tayyorlash. Bunda esa hamma ota-onaning ham asablari dosh bera olmaydi. Lekin bu Thompsonland. Bu yerda to'lov ichida o'sha mashhur Xitoy metodikasi allaqachon kiritilgan. Bolalar bu yerda hayotni shunchaki o'yin qilmaydi. Ular haqiqatda yashashadi. Tikishadi, ovqat pishirishadi, kir yuvishadi, bog'ichlarni bog'lashadi. Bu miya va motorikaning shunday kuchli rivojlanishiki, buni hech qaysi o'yinchoq do'konidan sotib ola olmaysiz. Siz shunchaki bog'cha uchun to'lov qilasiz. Evaziga esa aqlli mustaqil farzandga ega bo'lasiz. Eng yaxshi investitsiya bu farzandlarimiz uchun qilingan investitsiyadir. Lekin ogohlantirib qo'yaman. Beltepa filialimizda joylar allaqachon to'lib bo'lgan. Ozgina joy bor. O'zingizlar joylarni egallab olsanglar hali ham bo'ladi.